Bugun sizlarga og'izda erib ketadigan gusinya lapka qilishni o'rgatib qo'yaman. Bu retseptni o'rganib olib, zakazga ham qilib tashlasanglar bo'ladi. Elakdan o'tkazilgan un ustiga saryoni terkadan chiqazib olamiz. Razrexитель, tuz, tuxum sarig'i, shakar, smetana solib xamir qorishni boshlaymiz. Yana ozgina un qo'shib, yumshoq xamir qoramiz. Keyin 10 minutga ustini yopib, tindirishga qo'yib qo'yamiz. Ungacha nachinkasini tayyorlaymiz. Tuxum oqini 2-3 minut mikser qilib, keyin ustiga shakar qo'shamiz, yana mikser qilamiz, bezak holatiga keltiramiz. Xohishga ko'ra yong'oq solamiz va aralashtiramiz. Boyagi xamirimizdan zivalachalar yasab olamiz va ularni yoyib, ichiga nachinkasini solib, shunaqa chiroyli tugib, listga terib chiqamiz. Endi qizigan duxovkaga 180 gradusga qo'yib yuboramiz. Aytgancha, mana Smubini yosh muhitida profilimga obuna bo'lsangiz, bundan ham foydali videolar bor. Pishgan gusinya lapkalarni issiqligida ustiga moloko surib, shunaqa chiroyli qilib bezatamiz. Xamirlar og'izda erib ketadigan gusinya lapkalarimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'rishni unutmang.